Yani bu Indonezya'da qarindoshlar haqida yana bir narsa esimga kelganda deb qo'yay. Bu qarindoshlarimizni Xitoy ayblamadi bular terrorist deb. Indoneziya aybladi shu qatnashgan birga bo'lgan tashkilotlar shu terrorist tashkilot bo'lg'achqa. Ya'ni Indoneziya sudi Xitoyning talaba bo'lish bo'yicha sudlamadi bularni. Indoneziya sudi o'zlarining shu qonuni bo'yicha sudladi. Şunlaşka hem de Xitay bularga ve terörist deb aytlagan bo'lsa, bizning onundan %100 onundan gumon qilish, hatta uni nima qilish uchun %100 nimamiz var hem de. Xitay yolg'on so'zlaydi, yo'q narsani otidi. Hem de Indoneziya taftishi bularni terror tashkilotiga a'zo, Indoneziyadagi terror tashkilotiga a'zo deb shu terrorizm, ya'ni masalan jinoyat bilan ayblab, terrorizm jinoyat bilan sotlab, shu bo'yicha hukm qildi. Shunlashqa men o'ttirdimi farq bor. Ya'ni Xitoy bularni voy terrorist deb Indoneziyaga sotlanlar deb qilgan ish yo'q bularga nisbatan-chi. Shunlashqa bu qarindoshlar haqida biz asosan hech qanday uchurni bilmaymiz. Tugun texim oshkor bo'lar, agar bularning bir advokatlari bo'lsa, ba'zi narsalarni oshkorlar, shunlashqa bak hamma narsani unda deyilmaydi-chi. Manda adamning baliqidan yo'qligi yaxshi bu Uyg'ur millatiga. Manda tashkilotnicha Uyg'ur tashkiloti demay, Xitoy tashkiloti desam bo'ldi qarali. Ya bu aytidan 3 tane 4 tane gap yo'llanibdi shuni. Mehmet To'xt apandim ekan bu. Mehmet To'xt deb ismini qo'ygan, Mehmet Van qilib qo'ysin bo'ldi ekan mandalarning ismini. Ya hadisi gapida Xitoyga chapay yeb, bu tashkilotchi Aşı, ya seni bakıyor Xitoy tug'ilganda terrorist desen, qancha yo'shig'ing bilan sen terrorist. Qancha qurultoy emas, Amerikaning biznesi bo'lib ketsanmi sen, o naming Uyg'urmi, sen terrorist Xitoyning oldida. Ammo lekin dunyo sendek nimalarga ma terrorist deb ma o'zining millatini ayblamasin deb, Amerika sen cho'ng biladigan Amerika yana bizga chiqib Xitoyni terrorist mana. Ma Xitoyning terrorist deb Xitoyning hukumat organlarini, Xitoyning ismini emas, ash Xitoyning saqchixonalarini seni bizni tug'ilganda terrorist deb ismimizni qo'yib qo'ygan shu Xitoyning saqchi idoralarini terrorist ma'lo deb qartizimni kirgizib, manda qilmasa, yana mush kunda nomus qilmay meni terrorist deydi. Uning qishiga berib qolsak terrorist deydi. Uni terrorist deydi. U Xitoy uni ayblamadi deb taqaqlashlari. Anda demisan Xitoy mashini bermamda seni. Ya nomus qilmaymi degan bir odam ekan. Ya mushu Uyg'urning davosini qilaman demaychi aqasing, Uyg'urni setib yavatıman desan bo'ldi. Mushu Uyg'ur Indoneziyadagi bo'lsin, yana bir yerda bo'lsin, menib ketgan, silinib ketgan ash qarindoshlarni aqasing tashkilotning boshlarinikilar hammang bilasizlar. Nima uchun ash Uyg'urning davosini qilayotgandikin, ashinchilik Uyg'urning bir parchasi bor shu. Ashu ashadagi terrorist qatnashsin, Suriyaga borsin, nima uchun bordi ashlar? Biz 70 yil, 80 yil divonchilik qildik. Biz vatan olamidik, qo'limizga ko'sayilib vatan epaqili Küseyelip can kıpakılı, kan tükep bakılı da berikli kuvaşla aslında yaliga. Hakasımız medirmaymışın da istiqlalını yap, internetten üstü oturup, maaşımız nelip, manda kıran bilen, ular cenini birip, bütün şunun bedligi cenini birip, melini birip, aslında yolu kitiklik ballı kuvaşı. Hem bunu Xitoy terörist desem, sen mi terörist dep ayıplap bilemsem de? Ma Küzüge milletten de yığılap durup, siyasetçilik kıldıgan siyasetçilerin hemmisi berip geldi o Indoneziyaga. 100 minglarca namoyishga chiqdi, 100 minglarca adam qarshi shu joyda nima ish qilib turib qo'ymaydi buni. Bu terrorist emas bu deb aqlayamaydi, bir eg'iz aqlayamaydi u buni. Nima uchun aqlayamaydi? Dadisi maash berayotgan dadisi ochiqlab qoladi unga. Maashni bermaydi ya. Aslında sen nimaga aslında terrorist deb o'zining millatini ayblab yuribsan deb qaytilab deyman. Ma Amerika terörist qilib deyna. Mana terörist desang mani deb. Ma millionlab odam o'ltiryapti-da, ma mushuni da terörist deb. Sen nima uchun aqlamaysan? Bu millatimizning askari, amsi sen mushuni terörist deydigan ishing bo'lsa, sen buningga Uyg'ur millatiga bir askari, bunda bir askarlik ugundiga yaqibpa. Anandikin bular u yerga biya ketmaydi. Shu yerda ugunib, sen terroristga odamga dunyoga dushman bo'layotgan sen mushatanmaganligi, men mushatida men Uyg'ur xalqi deb nima ish demaysan? Diyemeyse, dadang başkasının. Namus qilmay, ani qilib, bana qilib, quruq gapni setishdi. Sendek teşkilatını bak o. Xitoyning teşkilatı desin, Uyg'urning teşkilatı degan namini isit.